Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Navbatdagi video yo'riqnomamiz pensiya fondi hisobida turish yoki turmaslik to'g'risida ma'lumotnomani qanday qilib MyGov.uz orqali olish mumkinligini jarayon qilib ko'rsatib beramiz. Demak, odatdagidek MyGov.uz ilovasiga o'tamiz. Ro'yxatda o'tgan bo'lishingiz lozim. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish jarayonlari aks etgan video yo'riqnoma kanalimizda mavjud. Aynan shu yo'riqnomadan foydalanib, dastlab ro'yxatda o'tgandan so'ng, demak, jarayon davom etsangiz bo'ladi. Demak, kirish tugmasini bosasiz. One ID orqali kirish tugmasi bosilgandan so'ng, demak, bizga aynan tegishli platformaga, aynan MyGov.uzga kirish imkoniyatimiz paydo bo'ladi va bu yerda biz sohalar kesimida pensiya degan sohani qidirib topamiz. Demak, pensiya degan sohani qidirib topdik va bu yerda o'sha pensiya fondida hisobda turish yoki turmaslik to'g'risidagi aynan xizmat mavjud. Aynan shu xizmat orqali o'tamiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi. Avtomatik tarzda barobar turdagi hujjat talab qilinmaydi. Xo'sh, demak, xizmatdan foydalanish qilib jarayon davom etamiz. Biroz kutamiz va bizga tayyor ma'lumotlarni aks ettiradi. Demak, amal qilish muddati aynan fuqaroni o'ziga tegishli shaxsiy ma'lumotlar, demak, nafaqa turi qaysi yo'nalishda nafaqaga chiqqanligi, bu yoshga doirmi yoki nogironlikmi va hokazo turlariga qarab o'zi ajratib beradi. Bu yerda aynan qaysidir tashkilot yoki idora aynan shu ma'lumotnomani so'ragan bo'lsa, sizdan demak talab qilinadigan ma'lumotnoma so'ralgan holatda yuklab olib, aynan shu yuklab olingan ma'lumotnomani tegishli tartibda demak taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Video yo'riqnomamiz aynan shu mazmunda edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang. Ushbu kontentni boshqa birovlarga yetib olishi uchun sizni madadingiz juda zarur. Aynan boshqalar foydalanishi uchun demak sizning like'ingiz, yozgan kommentariyangiz katta bir biz uchun ko'mak bo'ladi va yo'riqnoma aynan foydalanuvchiga yetib boradi.